Bugun sizlar bilan massaj kreslo xarid qilayotganda mijozlarimiz tomonidan eng ko'p so'raladigan savollardan bittasi massaj kresloni tana a'zolarining qaysi qismiga ko'proq foydasi bor degan savollar bo'ladi. Buning orasidan biz hozirgi videomizda oyoqga qanaqa massaj kresloni foydasi borligini ko'rib chiqamiz. Massaj kreslo butun tanaga massaj qilgan paytda o'zining foydasini beradi, deyarli hamma joyga. Asosan oyoqqa qanaqa foyda berishini ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda massaj kreslo ikki xil tipda massaj qiladi. Podushkalar yordamida boldir qismini, oyoqning kaft qismini qisadigan bo'lsa, roliklari yordamida asosiy qismi 80% massaj kesuvdik, oyoqning kaft qismini tegini. Ayrim modellarda, ya'ni eksklyuziv modellarda boldir orqa qismini ham massaj qiladigan modellar bo'ladi. Massaj kreslodagi bu oyoq qismini sharik, ya'ni kaft tegini massaj qiladigan asosiy funksiyasi bilasizlar, oyoq tagida maxsus nuqtalar bo'ladi, ya'ni tochkalar, qon tomir tochkalari yoki bo'lmasa limfa tuguni tochkalari bo'ladi. Aynan shu oyoq qismini tagidagi shariklar aylangan paytdagi massaj qiladigan qismi miyaga, kizor yetib borishiga yaxshi yordam beradi. Ya'ni sirkulyatsiya yaxshi bo'lishiga foydasi bo'ladi. Bundan tashqari, bir xil oyoqda varikoz bo'ladi, muskulda og'riqlar bo'ladi. Podushkasini qisib qo'yib yuborishning hisobiga muskullar hamda qon tomiri kengayishining hisobiga qon yaxshi aylanib, varikozel, ya'ni varikozni ham oldini olishga yordam beradi. Massaj kesuvda oyoqga, ya'ni oyog'ini o'rnini ketkazishga, bundan tashqari oyoqning foydali tomonlari shulardan iborat bo'ldi. O'zingizga qiziqarli bo'lgan savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldiradigan bo'lsanglar, biz bunday qo'ldan kelgancha javob berib boramiz.